Assalomu alaykum hammaga. Shu tomda ham tepasini ko'rsating degan ukalarimizga. Shunaqa muammoli burchaklarda ko'p ustakalarimiz qiynalishadi. Mana shu burchagimiz 90 sm bo'lsa, misol shu joyda ham 90 sm burchak tashkil bo'ladi. Shu muammoli burchaklarimizda mana keyin o'zini buni ukloni bilan bu taraf ukloni bir xil chiqaradi. Burchagida 90 sm oldiga o'sganmi, demak shu joyda ham 90 sm oldiga olib chiqasizlar. Burchagini soyini qo'yasizlar, o'zi chiqaradi. Oldiga ham shu yeriga 25 sm o'stirib burchak tashkil qilib qo'yganmiz. Shuni ham o'zini burchagi soylari bo'lsa, oldidagi straplni basbalandda o'ynab ketmaydi. Orqa tomonlari shipr bo'lgan, o'zi eski shipr bor edi. Ulab yuboryapmiz. Shu chiripitsani ham qovurg'asini chiqsak chiroyli bo'ladi deb so'rashadi. Tagini eng tagidagi tilini 12 sm qilsanglar, hamma qovurg'asini shlipkalari ham bir xilda chiqaradi. Asosan tagidagi birinchi kichkina qoladigan shagi 12 sm bo'lsa, abrishotga 10 sm oldidagi 2 sm tannol shlipkasi bilan, keyin tepasida shu 4-5 sm yo'l qoldirib, qovurg'a qoldirib tayyorlasanglar, keyin shuni orasini bo'lib berasizlar. 30 dan 35 ga. Bizniki 31 dan to'g'ri keldi. Shunda ma'nan kaniz qatirganda ham mana nimandalari o'ynab ketmaydi. Mana qovurg'asi bo'lmasa, shuni tepadagi yo'llari o'ynab ketyapti. Manda bo'lib. Ustiga sabab ustiga kaniz qatiriladi ma'nan. Shunaqa oxirida tili qolsa, shu nihoyatda qattiq mahkam bo'lib chiqyapti. E'tibor bersanglar, ham kanizdan keyin joyi qoladi 10-15-20 sm shunda chiroyli qoladi. Bizni kuzatishda davom eting, shunaqa foydali videolarni qo'yib boraman.